Yo-mayo, ertalab bo'lib ketibdi-yu, nimaga hamma pardalar yopiq turibdi, ochib chiqish kerak hammasini. Nursin, yaxshi, xo'p. Mana bu derazalarni ham ochib bo'lmaydi-da, havo almashib tursa. Mayli, u narsa kerak emas. Hozir men xo'p, soat necha bo'libdi? Telefondan ko'rganim yaxshiroq edi boya. Okey. Xo'sh, yaxshi. Xo'p, soat ertalabga 7:30 bo'libdi. Yaxshi, okey, buni mana bu yerga qo'yib qo'yamiz va o'zimizni ishlarimizni tezroq qilishimiz kerak va mana bu korobkalarni ham mana bu uyni arkasiga qo'yib kelishim kerak, chunki bu korobkalarni bari misr bo'lib yotibdi. Umuman kerak emas menga. Stop, ismingiz keldimi? Boya telefonimdan tushunirsin shu yergacha eshitildi. Xo'sh, okey, xo'p ko'raylikchi. Nimadan ismingiz kelibdi? No, bu narsa umuman kerak emas, bir alom balon narsalar. Xo'p. Mayli, okey. Stop, boya e'tibor bermabman. Mana bu yerga nima qildi uyimni? Tushunirsin. Bu yerga nima qildi? Yo-mayo. Teshik tushunirsin, yana pastga tushib ketmasa, mana bu yerga nima qildi? Yo-mayo. Okey, xo'p, buni to'g'rilab qo'yaman. Tushunirsin, qaysidir jitil nimadir qilib ketganda shu yerga jonga tegib ketdi ular. Okey, birinchi navbatda mana bular, oh my god, obunachilar, yo, qaranglar mana bu mashinani, lekin eshiklari ochiq. Kimniki ekan? Mer uyiga parda qo'yib joylabdimi? Yo-mayo, mayli. Okey, mana bu mashinani qaranglar. Yo-mayo, barchaga salom obunachilar. Sizlar bilan men Stefler, xush kelibsizlar meni yangigina videomga. Xullas, kanalimga obuna bo'lib, videomga like bosib qo'yinglar. Sizlardan iltimosim shu, tezroq birga bo'lishimiz kerak. Davay tezroq obuna bo'lib qo'yinglar. Okey, lekin mana bu mashinani qaranglar, vobshe bomba mashina-yu, mayli. Birontani mashinasidir. Har holda qishloqning ichiga mana buni qo'yishim kerak edi-ku. Xo'sh, qayerga qo'yib qo'ysam? Mana bu yerga qo'ysam, o'zlari olib ketishadi. Okey. Bu korobkalarni qayerdan olding desanglar, bir qanaqa misrlarni qo'yib joyladim. Shuni ichiga keraksiz misrlarni va buni umuman ochib bo'lmaydi, obunachilar, ochadigan joyi yo'q chunki okey, nimadirga kerak bo'lib qolishi mumkin. Xo'p, sizlar iltimos tezroq obuna bo'lib qo'yinglar va men tezroq ekinlarimni yig'ishtirib olaman. Sizlarga ishondim, sizlar obuna bo'lasizlar. Ekinlarim, ya'ni mana bu bug'doyim yaxshi o'smabdi bu safar, negaligini bilmadim. Mayli, bir kun o'sadi, bir kun o'smaydi. O'zi shunaqa bo'lib yotsa, lekin ana bu yerga kim ishini qilib ketgan bo'lsa, obunachilar, hozir kirka bilan to'g'rilab qo'yaman u yerni. Mayli, okey. O'zingizlarda nima gaplar kommentariyaga yozib ketinglar. Juda sekin qilyapman, davay tezroq qilamiz. Kommentariyaga yozib ketinglar. O'zingizlarda nima gaplar? Har bir kommentariyani o'qib javob beraman obunachilar. Umuman qolib ketmaydi. Shuning uchun bemalol yozib ketaveringlar kommentariyaga kirib. Okey, endi mana bu yerga kartoshkalarni ekib chiqamiz. Oldindan tezroq endi mana bu yerga ekamiz. Okey. Wow, let's go tezroq. Okey. Va bo'ldi obunachilar, bu yerga bug'doyni ekib bo'lganmiz va mana bu yerga endi sabzilarni olamiz va ekib chiqamiz hammasini. Mana bu tarafdagilar o'smabdi, mayli, bizga qiziq emas. Mana buni ham olaylik, bir o'zi qolmasin bu yerda. Okey, xo'p, 22 donagina mayli bo'lib turadi va hozir sandig'imda ham ekinlarim juda ko'p va keyingi videolarda merga topshiraman hamma ekinlarimni. Ana bu bug'doyimiz ham o'sibdi, yaxshi, qaranglar buni. Okey. Mana bunday qilamiz. Stop, to'xtanglar, birdan hammasini olaylik-da, nima ketadi? Okey. Xo'p, mana bunday qilib qo'ysak, okey, mana bu ham o'sibdi. Mayli, mana bunday qilib qo'yamiz va bo'ldi obunachilar. Xuddi yangiday bo'lib qoldi. Davay endi mana bularni sanduqqa solib chiqamiz, mana bu ekinlarni va mana bu yerni ochishimiz kerak. Sizlar tezroq kanalimga obuna bo'lib qo'ysanglar, juda xursand bo'lasizlar. Yo-mayo, ekinlarni qaranglar. Mana bu nima kerak bizga? Xo'p, yerkamni olaman.
Okey, ikkita chirigan kartoshka bor ekan. Boshqa yo'qmi? Ko'rish kerak. Yo'q, boshqa chirigan kartoshka umuman yo'q. Eshikni yopamiz. Mana bu yerga mayli hozir ochib ko'ramiz. Mana bunday qilsak bo'ldi. Xo'sh, mana bu yerdan ochsak, okey, mana buni buzib joyiga qo'yib bu yerda chuqurlik nima qilyapti? Yo'q-mayo, stop, obunachlar. Bu yanginaqa korobkalar bor ekan bu yerda ham. Yo'q-mayo, okey. Xo'p, bu yerda ham shunaqa chuqurlik bor obunachlar. Yo'q-mayo. Stop. Qanaqa chuqurlik bu? Ay, chinursin, bilmagan holda tushib ketdim. Bu yerda nima bor o'zi? Yo'q-mayo. Chinursin. Yo'q-mayo, mana buni biz mana bu yerda ham yo'l bor ekan, lekin mana bu yerda sanduq va boyanginaqa korobkalar bor obunachilar. Yo'q-mayo, xo'p. Kimning ishi bu? Boshqa yo'l yo'q bu yerda. Mana bu korobkalar umuman ochilmaydi. Xo'p, ochishga harakat qilib ko'ramiz. Yo'q. Ammo foydasi yo'q. Okey, mana bu yerda bunaqa podvalim borligini umuman bilmas edim men, chinursin. Mayli, okey. Xo'p, boshqa joy yo'q, yana kirishga. Mana bunday qilib ko'raylik. Yo'q, boshqa umuman joy yo'q va mana bu yerda bir dona sanduq bor obunachlar. Men umuman bilmas edim uyimni tagida mana bunaqa podval borligini. Bu yerni podval qilib olsam yaxshi bo'ladi-da. Ideyalar kelyapti. Mana shu yerni yaxshilab olib, maxfiy, ya'ni o'zim uchun shaxsiy odamlar keladi, qurollar sotaman. Qurollarni qayerdan olasan desang-da, shunisi bor. Mayli. Biron kun qilarmiz, qurollar sotib olarmiz, pulimiz ko'payib qolsa. Mayli, obunachlar, ideya keldi, o'zi ko'rdinglar. Mana shu yerdan bir takoyliqki maxfiy qilib o'zimiz uchun qurol do'konini ochas edik. Mayli, xo'p. Mana bu sanduqni ochib ko'rishga. Yo'q-mayo, obunachlar, qaranglar, mana bu yerda olmozlar. Chinursin, qayerdan keldi buncha olmozlar? Yo'q-mayo. Mana bu yerda yana bir kerak narsalar, bular umuman kerak emas. Chinursin, mana bu olmozlarni qaranglar, qayerdan kelib qoldi bu yerga? Yo'q-mayo, mana bu yerni yopib taylash kerak tezroq. Okey, mana bunday qilib qo'yib taylaymiz. Xo'sh, mana bunday, okey, xo'p, hammasini joyiga qo'yamiz. Xo'p, endi biz qanday chiqamiz hozir? Mayli, buni ham yo'li bordir. Mana bu yerdan ikkita blok olamiz. Nega? Mana bo'ldi. Xo'sh, mana bunday qilamiz. Okey. Xo'p, mana bunday qilib qo'yamiz, yopib. Chinursin aytganidek bu yerni qurol do'koni qilaman, lekin mana bu almazlarga qurollar sotib olsam bo'ladi-ku. Yo'q-mayo, nega shu ertaroq miyamga kelmadi? Yo'q-mayo, mana bu almazlarni qaranglar. Let's go, nimadirlar qilib, xullas keyingi videoda ana shu yerdan qurol do'koni ochamiz obunachlar. Barchaga xayr, sizlar bilan Stefler bo'ldim. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, uzr, mana bunday qilib personajimni ko'rsata olmayman. O'ziga yarasha sabablari bor. Mayli, obunachlar. Bir kun ko'rsatib qolarman. Xullas, barchaga xayr, sizlar bilan Stefler bo'ldim. Keyingi videolarda ko'rishguncha obunachlarim, tezroq kanalimga obuna bo'linglar. Axir bu kanal tezroq birga bo'lish kerak. Xo'p, mana buni endi sandig'imga qo'yib qo'yaman.